Assalomu alaykum azizlarim, yaqinlarim. Mana hozir mana shu Washington shahridagi Seattle shahridaman va bu yerda ko'chalarni sizlarga ozgina ko'rsatmoqchiman va uylarni ham. Ko'chalar juda ham ajoyib. Ya'ni past balandlikdan iborat, lekin tabiati juda ham mo'tadil. Juda ham bir yoqimli. Issiq emas, sovuq emas. Mana shunaqa havo. Bu yerda qish bo'lmaydi. Qor yog'sa ham juda ham kam yog'ishi mumkin. Lekin daraxtlar juda ham chiroyli. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Bu yerda asosan yomg'ir ko'proq yog'adi. Va mana shuning uchun o'tlar bu yerda ko'k daraxtlar ham. Men hozir mana shu ko'chaga qayrildim, sababi bundan 5,5 yil avval mana shu ko'chada birinchi videomni olganman va nima uchun shu video qilayotganimni ham xuddi mana shu uyni oldida gapirib bergan edim. Bu videoni asosan olishimdan sabab yaqinlarimga mana shu Amerikadagi hayotni ko'rsatish. Bularni qaranglar. Va bu yerdagi umuman Amerika to'g'risida videolar qilib ko'rsataman deb mana shu yerda birinchi videoni olganman. Bu ichkari uyning orqa taraflari mana shunaqa. Ko'pincha mana shu chiqindi tashiydigan bakchalar mana shunaqa uyning orqasida turadi. Bu ham mana shu yoqqa joy. Kattaroq qilamiz ko'rinish uchun mana. Uyning orqalarida shunaqa narsa turadi ko'pincha. Hozir mana shu daraxtlar haqida ham bir paytlar video qilgan edim. Mana shu daraxtlarning tagida ko'pincha mana shunaqa xaltachalar turadi. Yoz kelyapti, kun issiq bo'ladi va mana shu xaltachalarda suv bo'ladi. Ya'ni daraxt ildizlari qurib qolmasligi uchun. Bu daraxtlar yangi daraxt, yaqinda ekilgan. Mana hatto oti qog'ozlarda yozilgan. Mana shu daraxtga suv bo'lib turish uchun mana shunaqa qopchalar qo'yilgan. Bular yangi daraxtlar. Mana shu archani qaranglar, qanaqa baland. Juda ham baland ekan. O'zi umuman olganda baland daraxtlarni Kaliforniyada deb aytishadi, lekin Seattle'da ham xuddi mana shunaqa katta juda ham archa daraxt. Juda ham katta daraxtlar bor bu yerda. Qarang, mana qanaqa tepalik. Lekin shu ham uyning orqasi hisoblanadi. Bu yerga ham mashinalar kira oladi tepalikka. Mana shu devorni qarang. Ko'k o'tlar bilan, ya'ni uy atrofi o'ralgan. Yog'och bilan emas, nima bilan emas. Uy yana shu yerda bo'lsa, mana shunaqa uzunlikda juda ham chiroyli qarang. Yumshoq mana shunaqa daraxt emas, bir o'simlik bilan uy atrofi o'ralgan ekan. Mana shu yerdan ham ko'rsatsam bo'ladi. Qarang, qanaqa kattalikda, uzunlikda. Mana shunday qilib, mana shunaqa o'ralgan ekan. Seattle xalqi umuman mana shunaqa gullarni juda ham qanaqa ajoyib. Mana shunaqa gullarni yaxshi ko'radigan insonlar ekan bu yerda. Xuddi lavandaga o'xshaydi ko'rinishi. Mana lavanda ham bor ekan. Mana shular lavanda. Bu esa olma daraxti va mana qarang, buni xuddi ishkomga o'xshatib mana shunaqa ustunlar bilan daraxtlarni, nechta daraxt ekan bu yerda? 3 ta daraxtni ishkomga o'xshatib qo'yilgan ekan. Bu olma daraxti. Mana olmalari ham endi tukkan ekan, olmasini qaranglar. Kichkina olma. Mana bu yerda ham ko'rinayotgan bo'lsa, mana olma daraxtini mana shunaqa qilib ishkom qilib qo'yilgan. Mana shu yerdan
shunaqa devor ham bor ekan. Qaranglar, setkada va orasiga tosh to'ldirilgan. Bu yerda yomg'ir ko'p bo'lgancha ko'pincha devorlar mana shunaqa toshlardan qilinadi. Daraxt ham bor ekan, qaranglar. Ikki xil rangda tovlanadigan. Xameleon deydimi? Xameleon barglar. Men avvalgi videolarimda mana shunaqa ko'chadagi kutubxonalar haqida bir video qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin YouTube'dan topib. Mana shu kutubxonaning, ya'ni mana shu xonadon egasi bu yerda insonlarga, mana shu yerdagi insonlarga kichkinagina kutubxonachi tashkil qilib qo'ygan. Mana hozir ochib ko'ramiz. Va bu yerda mana bolalar uchun, kattalar uchun kitoblar qo'yiladi. Albatta mana shu kitoblarni o'qib yana joyiga olib kelib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz uyingizdagi kerak emas kitoblarni olib kelib qo'yasiz. Va odamlar o'qib yana mana shu yerga shu kitoblarni qo'yib ketishadi. Bu juda ham yaxshi odat, ya'ni kitoblarni uvatmasdan, ya'ni bu ham bir ilmni boshqa insonlarga berish. Xohlasangiz mana shunaqa kursichalar qo'yilgan. Mana shu yerda o'tirib o'qishingiz mumkin. Mana bu idishni so'rashingiz mumkin, nima deb. Bunga bu itning ovqati solib qo'yilgan. Bu yerda juda ham hayvonga e'tibori kuchli. Mana shu yerdan agar sizda itingiz bo'lsa, kelib mana shu yerdan shu it uchun ovqatni olib berishingiz mumkin. Mana shu yerga kirib ko'ramiz. Qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'yilgan. Mana bu yerda ham kitoblarni olib o'qib yana qo'yish mumkin. Va kichkina bolachalar uchun mana shunaqa, ya'ni puflab babo qiladigan o'yinchoqlarni ham qo'yib qo'yishibdi. Kichkina bolachalar uchun. Mana shu mahalla yonidagi Green Lake ko'li. O'zara deb aytiladi. Endi o'zara, lekin o'zbekchasiga ko'l. Hozir mana shu ko'lga ham yaqin boramiz. Juda ham chiroyli joylar. Atrofida maxsus yo'lakcha qilingan. Bu yo'lakchada shu mana bu yerda boya aytdim-ku, insonlar juda ham hayvonlarni yaxshi ko'rishadi. Itlar bilan aylanib yurishligi mumkin. Kichkina o'rdakchalar ham bor ekan mana shu yerda. Va Seattle xalqi umuman sport bilan juda ham ko'p mashg'ul bo'ladi va ko'pincha turli sportlarga qatnashadi. Bu yerdagilar juda ham sportni yaxshi ko'radigan insonlar yashaydi. Mana ko'lni sizlarga yaqindan ko'rsatmoqchiman. Atrofini aylanib chiqish mumkin. Taxminan 35-40 minut ketar ekan. Mana shu ko'lning atrofini. Yerdan ko'ryapsizlar, mana shunday
qaylanib chiqsa bo'ladi, lekin 35-40 minut ichida. Yosh katta insonlar mana shunaqa aylanib sog'lig'ini tiklab yurishadi. Mana bu yerda shunaqa ko'rsatkichlar ilingan. Ya'ni bolalar bilan o'tayotganda qaysi yo'lakcha oddiy chopganda yoki nogironlarning aravachasida yuruvchilar uchun qanday yurish kerakligi to'g'risidagi ko'rsatma osilgan ekan. Bu yerdan ham xuddi shu velosipedda, mana samokatda, skuterda barchasi ko'rsatilgan. Qarang ko'chalarni. Nihoyat toza ko'chalar. Nyu-Yorkda bunaqa ko'chalarni ko'ra olmaysiz. To'g'ri, u yerda odamlar ko'p, lekin shunaqa ozada toza joylarni ko'rish kamroq. Qarang qanaqa juda ham ko'k va toza joylar. Mana bugun ozgina bo'lsa ham mana shu erta tongda Seattle mahallamizni, ya'ni mana shu Seattle'da biz yashaydigan uydagi mahallani ozgina sizlarga ko'rsatdim va kun davomida yana 2-3 kun davomida shu yerda bo'lamiz. Albatta chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.